Siz Istanbulni tashqaridan qanday ko'rasiz? Dam olish joyimi, arzon hayot yoki orzudagi shahar? Endi rostini ayting, agar hozir imkon bo'lsa, bu yerda yashashni tanlarmidingiz? Ko'pchilik faqat chiroyli tarafini ko'radi, lekin bu yerda hayot ko'ringanidan ancha murakkab. Ba'zilar juda boy yashaydi, boshqalar esa kunini zo'rg'a o'tkazadi. Narxlar baland, hayot qimmat, lekin odamlar baribir har kuni kurashadi. Eng qizig'i, tashqaridan kelgan odam bilan ichkarida yashayotgan odamning fikri umuman boshqacha. Shuning uchun kommentariyga yozing. Sizningcha Istanbulda yashash imkoniyatmi yoki xato? Siz like bosing, boshqa dunyo taqdim etadi. Istanbul haqida qiziqarli jihatlardan biri, u juda yashil shahar va aholisi 15 milliondan oshishiga qaramay, kutilgan darajada iflos emas. Ko'chalari keng, daraxtlari va chiroyli bog'lar ko'p. Yashillik darajasi va nisbatan past ifloslanish London, Parij va Madrid kabi yirik shaharlarga o'xshash. Shunga qaramay Istanbul aholisi ancha katta. Bundan tashqari Istanbul aeroporti yiliga taxminan 65 million yo'lovchiga xizmat ko'rsatib, dunyodagi eng yirik aeroportlardan biri hisoblanadi. Dunyoning eng band aeroporti esa AQShdagi Atlanta xalqaro aeroporti bo'lib, 2023-yilda 93 million 700 ming yo'lovchiga xizmat ko'rsatgan. Ovqat masalasida esa Istanbul butun Turkiyadan kelgan turli xil taomlarni taklif etadi. Usmonli imperiyasidan meros bo'lib qolgan oshpazlik an'analari Turkiyada milliy oshxonasiga nisbatan kuchli identitetni shakllantirgan. Shu madaniy aralashuv natijasida kabob, do'lma, paxlava va turk qahvasi kabi mashhur taomlar paydo bo'lgan. Shu sababli ular ilhom olish uchun boshqa joylarga muhtoj emas. Istanbulga turk taomlarini tatib ko'rish uchun kelganlar deyarli hech qachon hafsalasi pir bo'lmaydi. Chunki turk oshxonasi dunyoning eng yaxshilaridan biri sifatida baholanadi. Masalan, dam olish kunlari odamlar restoranlarda boy va keng tanlovli nonushta qilishadi. Katta dasturxon turli taomlar bilan to'ldiriladi va ular yaqinlari bilan uzoq vaqt zavqlanib nonushta qilishadi. Turklar haqida yana bir jihatni Istanbulda ko'rish mumkin. Ko'chada to'xtagan har 10 tadan 8 tasi ehtimol chekuvchi bo'ladi. Turkiyada ba'zilar 18 yoshga yetmasdan chekishni boshlaydi va keksalikgacha tashlash qiyin bo'ladi. Turklar moslashuvchan xalq hisoblanadi. Agar siz xorijlik bo'lsangiz, turklar odatda sizning turmush tarzingizga aralashmaydi. Ammo ular juda muhim deb biladigan qadriyatlar bor va ularga albatta hurmat bilan qarash kerak. Bu qadriyatlardan biri islom va musulmonlarga hurmat. Agar siz bu mamlakatga kelib ularning qadriyatiga hurmatsizlik qilsangiz, u yerda uzoq qolishingiz qiyin bo'ladi. Shu sababli islomga nisbatan e'tiborli bo'lish kerak. Albatta bu bizga tegishli emas. Masalan, turklar umuman olganda haddan tashqari diniy bo'lmasa-da, aholi o'z e'tiqodiga kuchli bog'langan. Aholining taxminan 99% o'zini musulmon deb hisoblaydi. Istanbul bir vaqtning o'zida Parij va Qohirada yashayotgandek, G'arb va Yaqin Sharq madaniyatining eng yaxshi va eng murakkab tomonlari uyg'unlashgan. Napoleon Bonapart aytganidek, agar dunyo bitta davlat bo'lganda Istanbul uning poytaxti bo'lardi. Bu yerda barlar va tungi klublar juda ko'p. Odamlar asosan g'arbona kiyinadi va o'zini shunday tutadi. Erkaklar futbolga, ayollar esa xaridga qiziqadi. Ayollar g'arbga qaraganda unchalik erkin bo'lmasa-da, Yaqin Sharqning ko'p hududlariga qaraganda erkinroq. Bunaqalarni uchratish odatiy hol. Shu bilan birga masjidlar va kuniga 5 mahal yangrayotgan azon ovozi ham mavjud. Istanbul ancha xavfsiz va kechasi yurish g'arbdagi ko'plab shaharlarga qaraganda xavfsizroq. Chunki muammo chiqaradigan va janjal izlaydigan odamlar kam. Biroq ayollar uchun yolg'iz yurish xavfli bo'lishi mumkin. Ayniqsa sumka tortib olish holatlari tez-tez uchraydi. Turkiyada odamlar o'z tarixiy yetakchilariga katta hurmat bilan qaraydi. Masalan, Fotih Sulton Mehmet yoki Mustafa Kemal Otaturk. Ayniqsa hozirgi respublika asoschisi sifatida Otaturk juda katta hurmatga sazovor. Aslida Mustafa Kemal Otaturk merosini haqorat qilish qonunga xilof hisoblanadi va bunday harakat yoshidan qat'iy nazar jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Shu sababli Turkiyada Otaturk haykali juda ko'p va ular oldida hurmatsiz xatti-harakatlar qilish hibsga olib kelishi mumkin. Milliy qahramonlarga va asoschilarga bunday chuqur hurmat faqat Turkiyaga xos emas. Ko'plab davlatlarda ham tarixiy shaxslarga nisbatan shunga o'xshash munosabat mavjud. Biroq Turkiyada bu hurmat darajasini qonun bilan mustahkamlanganligi va hurmatsizlik uchun jiddiy jazolar bo'lishi e'tiborga molik. Boylik ramzlarini sotib olish va namoyish etish bilan bog'liq obro' va maqom turk jamiyatida katta ahamiyatga ega. Bu Yevropa va Osiyo haqiqatan uchrashgan joy. 10 minglab yillarga cho'zilgan sivilizatsiyalar tarixiga ega. Istanbul ilgari Konstantinopol deb atalgan. Tarixda 3 ta yirik imperiya, Rim imperiyasi, Vizantiya imperiyasi va Usmonli imperiyasining poytaxti bo'lgan. Bu noyob holat shaharga juda rang-barang va ko'p qatlamli madaniy meros bergan.
Istanbul milodiy 330-yilda buyuk Konstantin tomonidan yangi poytaxt sifatida qayta qurilib, aholisi ko'paytirildi va shaharning ahamiyati oshirildi. 324-326-yillar oralig'ida u shahar aholisi sonini taxminan 1500 kishidan 50 000 kishigacha atigi 2 yil ichida oshirgan. Bu dunyoning turli hududlaridan odamlarni ko'chirish orqali amalga oshirilgan. Bu tez o'sish Istanbulni yangi imperiya poytaxtiga aylantirish rejalarining bir qismi bo'lib, shahar rivoji va nufuzida muhim rol o'ynagan. Bugungi kunda Istanbul aholisi taxminan 15 millionni tashkil etadi. 1800 yil davomida u turli madaniyatlar va dinlar markazi bo'lib kelgan. Bu esa New York yoki London kabi shaharlarga qaraganda ancha uzoqroq tarixga ega. Geografik jihatdan Istanbul juda ta'sirli. Bosfor bo'g'ozi Qora dengizini Marmara dengizi bilan bog'laydi. Shuningdek, Istanbul qirg'oqlari yaqinida dam olish uchun mos kichik orollar ham mavjud. Jamoat transport tizimi keng qamrovli bo'lib, tez kengayib borayotgan metro, avtobuslar, marshrutkalar va taksilarni o'z ichiga oladi. Agar sizda Istanbul kartasi bo'lsa, barcha transport turlaridan, jumladan parom kemalaridan ham foydalanishingiz mumkin. Parom safarlarida faqat transport vositasi, balki sayyohlik muhitini ham yaratadi. Ba'zi odamlar paromda o'tirishmaydi, balki uchayotgan qushlarni tomosha qilishadi va hatto ularga turk nonidan berishadi. Shu tarzda Istanbul aholisi stressdan xolis bo'lib, toza havodan bahramand bo'ladi. Ichimlik masalasiga kelsak, Turkiya hukumatı spirtli ichimliklarga yuqori soliqlar qo'yish orqali ularni iste'mol qilishni kamaytirishga harakat qiladi. Natijada alkogol juda qimmat bo'lib, ko'pchiligini sotib olishga qiynaladi. Islomda spirtli ichimliklar taqiqlangan bo'lsa-da, Turkiyada bu dunyoviyroq. G'arbona va sayyohlik qirg'oq hududlarida ichish keng tarqalgan. Qaram bo'lgan ayrimlar odatini davom ettirish uchun uy sharoitida ichimlik tayyorlashadi. Umuman olganda bu yerda biroz vaqt yashagach o'zingizni chet elda ekaningizni ham unutib qo'yishingiz oson. Shuni ta'kidlash kerakki, Istanbul aholisi faqat turklardan iborat emas. Shahar hozirda ko'plab xorijiy muhojirlar bilan to'lib ketgan va deyarli o'z sig'imidan oshgan. Ko'plab turklar esa ko'proq muhojirlar emas, balki sayyohlar kelishini afzal ko'rishadi. Masalan, siz Yevropa qismidan Osiyo qismiga o'tsangiz, Istanbulda qancha yaqin sharq kelib chiqishiga ega odamlar yashayotganini yaxshiroq tushunasiz. Bu nafaqat tashqi ko'rinishidan, balki ularning mukammal bo'lmagan turk tilidan ham bilinadi. Turklar yo'lda sabrsiz bo'lishi mumkin, lekin hayot tarzida sabrli. Ular qat'iyatli va mehnatkash, ko'pchiligi o'z biznesiga ega. Iqtisodiy qiyinchiliklarga qaramay, ko'plab turklar har kuni ertalab erta turib, do'konlarni ochib, mahsulotlarni sotish uchun mehnat qilishadi. Istanbuldagi do'konlarning aksariyati oziq-ovqat va ichimliklar bilan bog'liq. Ammo sovg'a do'konlari, gilam do'konlari va kiyim-kechak do'konlari ham ko'p. Biroq dunyoning ko'plab joylari kabi Istanbulda ham ko'pchilik do'konlar yakshanba kuni yopiq bo'ladi va tor ko'chalar odatda bo'sh bo'ladi. Yoqilg'i narxining yuqoriligi va tirbandlik muammolari sababli odamlar odatda ishga metro va shahar avtobuslari orqali qatnaydi. Bundan tashqari Turkiyada avtomobillar Yevropaning boshqa hududlariga qaraganda ancha qimmat. Masalan, Yevropada siz 50 000 dollarga yangi hashamatli mashina olishingiz mumkin bo'lsa, Turkiyada shunga o'xshash mashina kamida 100 000 dollardan boshlanadi. Mashina sotib olayotganda uning qiymatiga teng miqdorda soliq ham to'lash kerak. Istanbulda sayyohlarni eng ko'p jalb qiladigan joylar Aya Sofiya va Sulton Ahmad masjidi. Avvallari Aya Sofiya muzey bo'lgan, ammo so'nggi yillarda yana masjid sifatida ochilgan. Sulton Ahmed masjidi esa 6 ta minoraga ega ulkan inshootdir. Bu ikki diqqatga sazovor joylar bir-biriga qarama-qarshi joylashgan bo'lib, ularning o'rtasidagi hudud Sulton Ahmed maydoni deb ataladi va sayyohlar uchun majburiy tashrif joyi hisoblanadi. Bu hudud yaxshi saqlangan va toza bo'lib, turklar eng muhim joylarini tashrif buyuruvchilarga eng yaxshi holatda ko'rsatishga intilishini aks ettiradi. Masalan, Istanbulning boy hududlarida ijara narxi osonlik bilan 20 000 turk lirasi, ya'ni 500 dollardan oshadi. Aholining yarmi minimal ish haqiga ishlashini hisobga olsak, ko'pchilik uchun bu shaharda kun kechirish ancha qiyin. Shu bilan birga bugungi video o'z nihoyasiga yetdi. Siz videoga like bosing va boshqa dunyoga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling.